Assalamualaikum sevgili do'stlar. Men sizlarga hozir shahar toshqini bilan va sahro toshqini. Ana til demek Uyg'urni sevdi. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ana til televiziyasi ballar kanaliga xush kelibsizlar. Ko'rayotganinglar bilim bo'liqim programmamiz. Men sizlarning umaq riyosatchi do'stinglar Mubina Amar. Bilim bo'liqi programmamizda qanday qiziqarli mazmunlar sizlarni kutib turayotgandi ha? Jahon eynikimizga marhamat. Oynaydigan ballar bormi? Azali konuksu ishni unutib qolma. Assalamualaikum sevgili do'stlar. Men sizlarga hozir shahar toshqini bilan va sahro toshqini degan cho'chikni o'qib beraman. Burun bir shahar toshqini sahroga borganda bir sahro toshqini bilan uchrashib qoldi. Sahro toshqini nihoyat mehmondo'st ekan. U shahar toshqini sahrodagi minglik bog'larni suya alvat ustan bo'ylarni aylantiribdi. Ko'ktatlarga boshlab yerib, xilma-xil ko'ktatlarni titib bir qisqa teklab qildim. Tezlikda o'sgan yangi ziroatlar chekimi eg'iz tekizibdi. Yana uyga boshlab berib, banan, yong'oq, arpa va biritka barliq narsalarni ochiq mehmon qildi. Bu yemekleri shahar toshqiniga ancha tamlik bilinmoqda. Uni ustiga ularga eg'iz tegish uchun bog' yurib ketdi. Nima degan jafoha deb o'ylabdi u. Qo'rsqa to'g'ri uchun. Shuncha jafo tortgan o'xbormi? Shaharda bo'lsa, mehmon qilganiga rahmat do'stim, debdi shahar toshqini. Sahro toshqiniga biroq son ichim og'rib qoldi. Bir qatim qo'rsoq to'yg'isish uchun shuncha ko'p jabal chekadigansan. Qaraganda sen bekmi bechora ekansan. Qachongacha shundoq barbodlik ichida turmush kechirsan, men bilan ketki, mening boyasha turmushimni ko'rib boqqan. Xilma-xil nozim ne'matlarni titib boqqan. Kim bildi mening bilan shaharda turib qolamsa, Sahro toshqini shahar toshqini taklifidan xo'shallik bilan qabul qildi. Shahar toshqini shaharga qaytib, uzoq o'tmay Sahro toshqini uni yo'qlab ketdi. Shahar toshqini hashamatli bir uyda turgan. U do'stini yemak-ichmak istiqlatiga boshlabdi. Uning ichida go'sht, moy, qizaboka, qaytaq, emchik, hasa, burabba, ishqilib nima desa shu bor ekan. Katta hayron bo'lgan Sahro toshqini ko'zini chekayotgancha qotirib qoldi. Yap berim. Men bu narsalarni zotini ko'rib boqmagan. Albatta shunda qiynib boqnamsa tortinmay alg'a men mashina turmush kechirman debdi. Shahar toshqini qo'rsoq to'qlash tutish qilibdi. Sahro toshqinimi takalluf qilmay kitirilib yemeklariga tegish qildi. Eskilatdagi narsalarni uning uchun yangilik bo'lg'achqimiki bejib yig'isi kelmabdi. Biroq uni buni oz-ozdan bo'lsin ketib boqisi keldi. Shunga qo'rsqining to'yg'anini to'ymaydi qoldi. Bir chog'da eg'ir oyoq tivish sheriqlab ularning katta ziyofatini buzib qo'ydi. Xo'jayin keldi, chaqqon qachaylar debdi shahar toshqini jiddiylashgandan keyin g'ol tebirib. Sahro toshqini tantirib qoldi. Shunda bo'lsa chaqqonlik bilan men shahar toshqini qochgan tarafga yuguribdi. Xilmi yaxshi ular dal vaqtida qochibdi. Bo'lmasa xo'jayinni oyog'i ustida mijib chiqib ketadigan. Chunki bu uyning oyoq xo'jayinning oyog'i bilan ularning orliqi
bir so'mu kelmaydigan. Ayol xo'jayin bir hazagacha taraq qilib yurib, biskviletdan bir qutay choy ilib chiqib ketibdi. Shahar chashqini bilan Sahra chashqini yurishini olgan edi. Chiqib yana payja qilishga boshlabdi. Hech qisi yo'q, qayni kel, insonlar u ketdi, kel, ya deyman. Bu hasadek tamli debdi Shahar chashqini. Sahra chashqini Hasanni tetib ko'rib ixtiyorsiz to'g'rilibdi. Yapirim ajab tamliklarkan bu asar degan shu debdi Shahar chashqini mag'rur qiyofatda. Injiqroq og'iz tekin unga Sahra chashqani toza xo'sh bo'lib turganda tuyoqsiz yana oyoq tiyishi anlatdi. Ikki chashqan yana qichdi. Aslida o'yinning ar xo'jayini iskilotda bir necha butulka haraq olg'ili kirgan ekan. Biroq u qochni tishiga iqib qolgan Hasanni ko'rib g'azablangan holda varqirab ketibdi. Yana shularni cho'shqalar ishig'i bu. To'xtab turinglar. Har bir yerga mushuk degan jonivorni akib qo'yay. Shu chog'da qanday qilarlar kelarkin cho'shqalar qo'rqonidan nafsimi Allohni qilibdi. Birdamdan keyin atrof yana timtos bo'lib qoldi. Sening bu makoningda doim shunday ishlar bo'lib turamda deb pichirlabdi. Chashqin cho'kilgunicha. Ha, bizda shunday shahar chashqini tikkachiklab javob beribdi. Tuyoqsiz ixtilatni ishga g'ich qilib ichiribdi. Ikki cho'shqon qo'rqinidan qaytib qoldi. Ular yo'nliq bir maxluqni isklatga kirganligini ko'rib, uni Shahar chashqaniga pichirlabdi. Qilma, mushuk ovozimizni anglab qolmasin bo'lmasin. Ikki cho'shqon uyning hamma bir yeriga tikilib o'zlab yurgan mushukni do'gilak ko'zlariga qarab qaytib qoldi. Mushuk mazalik puroq tarqalib turgan bir toq xizini ko'rib qopdi-da, yeyishga boshlabdi. Qayza yeb qo'rqini to'yib qolgan mushuk cho'shqon tutadigan ishini qatiga qoldiray deb tutdi, ketib qoldi. Sahra chashqini xatarni o'tib ketganligini ko'rib, darhol Shahar chashqini bilan qo'l ilishib xo'shlashibdi. Sahra qizi va semiz go'shtlarni yeb yashab turmushida oshirgan debdi u. Men tezda ketolay sanam turmushimni ko'rib qo'ydim, bu yashab bo'lsam mushukni dastida birdan xotirjam yashamaydigansan. Men Saharada xeroqan tamsizdan bu tomoqlarni yeb nomrod yashashga rozi. Ammo dakka ichida mazalik taomlarni cho'rgilab kun bo'yi beshimni ichimga tiqilib yurgim og'zimga kaplashga kun o'tkazishni xohlamayman debdi va hikoyani tugatdi. Men sizlarga yana qizchoq bilan 3 iyiq degan cho'chakni o'qib beraylik. Bir cho'ng o'rmonlikda bir kapa bor ekan. Iyiq ota, iyiq ona va iyiqchoq uchaylar bu kapida yashaydigan. Iyiqchoqlarning yotoq uyiga 3 karvatga qo'yilgandek. Iyiq otaning karvati eng cho'ng. Iyiq onaning karvati cho'ngmi emas, kichikmi emas. Iyiqchoqning karvati bo'lsa kichik ham umoq ekan. Har oqshimi iyiqchoq va ota-onasi tom o'choqning oldida soatlar o'tirib ko'ngilli paranglashadigan. Tom o'choqda gurildab
köyüyotgan ot öyünü ısıtıpla kalmay yana yürütüp götürürken. İyicak çöçek anlaşka pek anlarak iken. İyik ata bilen iyik ana her akşam iyik çakka yeni kızık çöçeklerini iyikip birtiken. İyik ata giller bir nakşlangen orundukta, iyik ana safada, iyik çak bolsa küçük orundukta oldururken. Aşkanda 3 tane farfur çine var iken, altın gırbakli, çoğun çine iyik atına, ondan küçükleri iyik anına, en küçük bolsa iyik çağına iken. İyik çok öktem cidel xor bolgaçqa bir modesti yok iken. Ormanlıqda hayvanlarning bolalari bilan oynasımı aslanla qiziqishib qoldigan bolgaçqa ular onu arıga almaydigan bo'lib qolgan ekan. Oşağa o gündüzü yalğız oynaydigan. Şoğnisi yalğız oynagan abunun qiziqi bo'lmaydigan. Bir günü iyik ata tort pişiripdi. Ayni bir algan mizilik tort pırıqdı. İyik ata bilen iyik çaqna iştahasını içiyipdi. Apa tort yeymen depdi iyik çaq. Şu tapta minamı tort yegim kilovatıdı depdi iyik ata. Ama iyikani tortu birden koyup koyaylı obdan soğarsın bolmasa tani anç yaxşı bolmaydı. Tort soğuqça konduruna öyge berip ona yeni tuğulgar bolsun körüp kireyli depdi. Biraz gepni qılganda iyik ata bilen iyik çaqna İyik ata bilen iyik çaqna şu taptıla tort yigep tozu qorsaq toğluğusu var iken. Amma tort savurulsa tazı təmlik bolmaydı qalğını onlar mı obdan bilgan. Şunlar kunduz bu vaxtna körüp kirişke məxsus bolaqıl bopdu. İyik ana könükini kıyıptı. Güllük yağlıqını içigipdi. İyik adam kostümünü ve şilepsini kiyipdi. İyik çaq bolsa özü en yaxşı gördüğün kök maykısını kiyipdi. İyik ata ve iyik ana pak zületli kiyinip yola çıktı. Yol boyunda içilip ketken rengarenk güller, çiçekler onların könlünü takımı yukarı kötürüptü. İyik çaq ata annesini aldı, sekrep taklap mı yaptı? Güllerge konduğun kipinik ve yanağuşlarını kovalap oynaptı. Onlar uzak ötmey yavi gül özgüle çıkan bir kızcak ularına işki aldıdan ütüp kaptı. Kızcaklar çaşları altındaki seyarak iken, o intayin çıraylık iken, onun iyik çakına öyge yakınla bir cayda iken. Kızcak çıraylık olğunu bilen micazi iyik çaknakiye okşaş iken. O kepsizlik emas, yana tıxı bek hakavur iken. Bu iyik çaq bilen tunuşdiken. İyik çaq birine çıqıtıb onu bile oynaşqa, hatta öyge teklif qılgan iken. Lekin qızcaq onun teklifini qo'pollik bilan rad qilgan iken. Vay Xudayman, yaşaqna öyle acaba körümsüzkina muşun öyle min teklif qilgan bormi debdi. Qizchaq tomushni ushlab o'ziga albatta bizni oydilik chiroyli bo'lmaydi deb, biroq men yana iychoqni uyini ko'rib boqay, iychoqmi keldim, ishni tez ochmamsan deb tovlabdi.
o işini qırqıb. O işçiden birer sadır anlanmaptı. Qızcaq boldular özüm kirvirey depti ve işini ittirip içip öyle kiripti. Uğunum degen nezzelek purak bu dep toğlaptı. Bu qızcaq kiripti. Qızcaq purak kilovatqan aşxanaga kirse tamam çoğustur. İçige lıqqıda tort salanğan işine turğunday. Qızcaq parmağını çıxna çensidagi tortqa tepkizib ketib biqibdi. Pa, ajab tamizga shundan bilan ko'zini yuvib ochib iyiq chaqna chenisini qorqitib qopdi. Qizcaq yanada to'ygandek qilmabdi. Yana bir oz yeb baqay deb yana ozroqla qizcaq qo'shiqni elib iyiq g'atta bilan iyiq anani chensidagi tortni yapdi. Shu u o'zini qalaymaqan qalaytibdi. Tortni bo'shiga yeverib qizchaqni qo'rqib gumbizdek bo'lib chiqdi. To'rt payqadek tamni titmayapti. Endi nima qilsam bo'lar? Uyan bu yoqqa qarabdi. Birdanla tam uchoqni oldidagi sofa bilan ikki o'rindiqqa ko'zi tushdi. Qizcha sofaga chiqib taxlab o'ynabdi. Taxlag'anicha taxlag'usi ketdi. Nima degan yumshoq debdi. U sofada so'zilib yetib keyin yana sakrab taxlab o'ynabdi. Bu o'yinda zerikib o'zini sofaning kichik o'rindiqqa bir tashlagan ekan. O'rindiqni bir puti qarstabla qilib solib ketibdi. O'zi havo tapan bo'lib yiqilib tushibdi. Degan qizchaq buni bilan kari bo'lmabdi. U palaqlab yugurgunicha ustungi qavatga chiqdi. Qarasa uyga 3 karvat qo'yuqliq ekan. Karvatlarning biri cho'q, biri cho'mo emas, kichikmi emas, yana biri kichik ham umoq ekan. Qizchaq kichik ham umoq karvatning o'zini itibdi. U karvatda birdan ag'anib yetib deganida shuldab uxlab ketibdi. Üç iyi kunduz boğazına körüptü. Birden oynaptı. Keyin bu kunduz ana bilan xo'shlashib uyga qaytibdi. Ular yo'l bo'yi faranglashmayapti. Manzillik to'rt iyiqchaqni ko'z oldidan ketmabdi. U ota-onasini tezak minishga oldiribdi. Iyiq ota ishni hang'irqay uchuqliqni yiroqsizlik ko'ryapti. Abla, bir kim uyimizga kelibdi, sezmaymanlar. Ota tovlabdi. Uchaylar uyga qarab yuguribdi. Qo'rsiq ichib ketganlikdanmi yoki biror ishni oldin sezganlikdanmi iyiq ota o'dul oshxonaga itilib kiribdi. Bir chatoq chaqqanligini bilganda qaranglar to'rtimizni yeb ketibdi debdi. Iyiq ota qattiq achchiqlab, "Mening sofoyimni dasib mehnat qilib yetibdi" deb qarshab ketibdi iyiq ona. "Ha, meni o'rindiqni sundiraytibdi-ku" debdi iyiqchaq yig'lamsirab. Bu chog'da qizchaq nihoyat qiziq tush ko'rayotgan ekan. U tushning qiziqligidan o'zini bosolmay kulib ketibdi. Kulgi ovozini anglagan iyiqchaq hapla-shapla ustungi qavatga chiqdi. Orqadan Arqadan hali bir besib, ikki besib iyiqchaqni karvatining yiniga kelib qarasa chiroyli bir qizchaq kulimsiragan holda qattiq uxlayotgan edi. Bu heliqi qizg'u deb iyiqchaq hayron bo'lib. O'yga shuncha taklif qilsam kelgir o'ynayotdi. Endi kelib qilchi tortinmay uxlab ketibdi-ku. Heliqi yiroq qo'shnimizning qizi ekan debdi ona ovozini past chaqirib. Shu qizchaq ekan debdi iyiq otaning beshini g'anshib. Iyiqchaq qizchaqning tapiniga asta turtibdi. Uyquliq ko'zlarini
Atəstə açılan qızca tuyuqsuz göz aldıda sorğan 3 yolluq çırayını görübdü də karvatdan səkrib düşüblər falan peyga qarıb itilibdi. Hey qızca qaçma deb varqırabdı iyiq ana. Mən pişirgan tort ağzınızğa titdiğanla bolsa intaya xoşal bolman, öyümge kelginizge xoşalman debdi iyiq çaq. Məmmə xoşal debdi iyiq ata. Şunundan keyin köpsüz qız çaq ədəblik qızcaq olub qapdı. Bağlaş iyiq çaqmı barğanca qayda yosunluq quruşqa başladı. Qızcaq bilan iyiqcaq yaxşı dost olub qapdı. O pat iyiqcaqның öyge bir bilan birlə oynayacaq. Bu yana taxı iyiq ana pişirgan tortqa iyiq teydiğən bopdu. Assalamu alaikum sevimli dostlar. Benim ismim Sadiqa. Ben sizlerge Boşmalda Kız degan çocukni o'qib beray. Burunni borda bir ayol o'tgan ekan. O kichikgina bir qizim bo'lsin deb orzu qildi ekan. Biroq u bu orzusiga zotila yetolmabdi. U bir paridan aql so'rgan ekan. Pari bu nihoyat ason ish. Ma bu arpa dinini ilib kitib tashdakka terib qo'ygan. Bu dehqonlar itizliqqa teriydigan arpalardan emas. Uni terisiga uzoq o'tmayla orzu qilgan narsangizga erisharsiz debdi. Ayol uruqni tashdakka terib qo'yibdi. Atsi bir chiroyli qizi gul unib chiqibdi. Biroq uni yuburmoqda g'onchmak uyilib bo'layotgan bo'lib qo'g'ich chidakla kuturdigan. Nimaga chiroyli gul bu debdi ayol va gulni qizil aralashash chiroyli siyriq pargiga suyibdi. Shu hamon gul tirsildab ichilibdi. Gulni qoq o'rtasidagi yeshil anliqida oq pishma ajoyib chiroyli kichkina qizchaq o'ltirgudek. Ayol orzusiga yetganligidan cheksiz xushal bo'lib ketibdi. Qizchaqni cho'g'i boshmaltoqchiqliqni kelmagan ekan. Kishilar uni boshmaltoq qiz deb atashibdi. Boshmaltoq qiz mushki yanaq shakli ko'pisi havorim gulnapshina bargi yotqini tirgina bargi ekan. Kunduzi u cho'za ustida o'ynaydigan. Ayol cho'za ustiga bir taxsiga bir gul chambarak qo'yib qo'ygan ekan. Gulni g'o'l suvga chiliqliq turgan. Boshmaltoq qiz gul bargida o'ltirib, o'zini ikki taqilini paloq qilib taxtasini u bishidan bu bishiga erkin o'ynaydigan. U bir chiroyli ko'rinadigan. Qiz naqshimi aytolmaydigan. Aytgandim shundoq muvoq yiqimliq aytadigan. Bir kechasi yo'g'on bir chorpoqqa derazani suluq ko'ziniga ko'krab tushibdi. U yanaq shaklida yotgan boshmaltoq qizni ko'rib, "Pah, nima degan chiroyli qiz bu? Uni o'g'limga ilib bersam bo'lgudek" debdi. Chorpoq yanaq shaklini avaylab yurgan piti derazada sakrab tushibdi da paqqa kirib ketibdi. Bog'dagi bir eriqda suv oqadigan, ammo eriqning ikki qirg'og'i past va zay ekan. Chorpoqqa bu shu yerda turdigan. O'g'lim onasini o'xshashlasa ko'rimsiz ekan. U yanaqning shaklida uxlayotgan oy jamol qizchaqni ko'rganda xushal bo'lib ko'rildab ketibdi. Ovozini past qil, uyg'otib yetsam debdi Chorpoq.
Ana çarpakka başmalda kızını su leylisi üstüge koyuptu. Bundak bolganda başmalda kız keçip gidelmeydikken. Andan ki o oğlu bana yine öy salgılı kitipti. O biçare kızcık tam seherdele uyguluptu. O özünü yıpırmak üstüde yetkinlikini görüp könlü bozulup ihtiyarsız yığılayıptı. Tan yeşi yıpırmakla etrafı su bolğaçqa quruqluqqa çıqıverişqa hiç amalı yok iken. Bu çağda bir kepenek uçup kepti. Bu başlık aldı kızla keçirmişini alğandan keyin onu yerden qılmaqçı boptu. Kepenek bilcanlardan yupurmaqna қолны tişlep üzüp bir eşini ötünüptü. Endin özü başmalda kızla belbiğidin tartqın içe uçup gitipti. Bilken ular kitavatqanda bir turğay kepenekni birla tişlep yutuytipti. Başmalda kız çöplükке qattiq yiqilib huşidan ketipti. Bir mayqo'g'iz uni ko'rib iqilib o'zini uyga ekib ketibdi. Lekin mayqo'g'izlar başmalda qizni ko'rib beri aramla ikki puti bor ekan desa yana bir buruti yo'q ekan bizga faqat o'xshamaydi ekan deb mayqo'g'izni rayini qaytiribdi. Şunun bilan mayqo'g'iz uni daraxt ustidan bir gulni ustiga ekilib qo'yibdi. Bichora başmalda qiz o'nliqda yolg'iz boshlayapti. U qo'rsqi bek açsa gül şerlerini uzuq qiyibdi. Har kuni atdiganda yupormaqlarga tushgan shamnamni ichibdi. Qish kelganda ochliq va sovuqqa chidaqa majbur bo'ldi. Bir kuni başmalda qiz bir oq ko'ngil umutga yo'liqib qoldi. Umutchik başmalda qizni uyga boshlab kelibdi. Lekin umutchikning do'stlari başmalda qizni bizga zada o'xshamaydi ekan debdi. Başmalda qiz yana sergadan bo'lib yashashga boshlabdi. Bir kuni u sho'x shomba yupurmoqlaridan yasalgan bir kepini ko'rib qopdi. Kepining ichida cho'kkan yashinib qolgan bir dala cho'shqini chiqibdi. Bichora bola debdi dala cho'shqini ich og'irdi. Uyga qishni mina bilan birga o'tkazsak mayli, biroq uyimni kunda biz tursan, men hikoya aytib bersan, men hikoya anglashga bekamara. Başmalda qiz dala cho'shqini uyda ko'ngilli yashapti. Bir kuni dala cho'shqini başmalda qizga bir do'stini uni ko'rgili kelganini aytibdi. U boy bilimni bilmaydigani yo'q. Biroq u oftobni chiroyli gullarni yaxshi ko'rmaydi. Aksicha ularga o'ch, chunki ularni ko'rib boqqan emas, ularni anglab unaqa o'ch bo'lib qolma. O degan intayin boy qarg'u cho'shqan uni o'ymini ketin ozoda. Agar u seni xotinlikqa ilishni xohlasa, sen kiyim-kechak yemak ichmakda bir umr ham qolmaydigan bo'lsan, lekin uning ko'zi ko'rmaydi. Sen unga o'zing bildigan eng yaxshi hikoyalarni aytib bermasan bo'lmaydi. Başmalda qiz bu gapga qiziqibdi. Biroq qarg'u cho'shqin kelganda yana unga yaqinda narsalarni, qiziq hikoyalarni aytib beribdi. Uni yaqinda ovozini anglagan qarg'u cho'shqin uni qattiq yaxshi ko'rib qoldi. Qarg'u cho'shqin uyga qaytgandan keyin bir uzun lahma ko'rishga boshlabdi. U lahmani dala cho'shqinining uyiga ostiga tutashtirib, undan keyin dala cho'shqini bilan başmalda qizni uyga taklif qilib
qaptı. Ağzıga tuturuq açışlıvagan qarğa çaşqa uzun hem qarаңғы ləhvini yürütüp oldu da yol başlama yaptı. Tuyuq sözbaşmada qız öley dep qalğan bir qarlığaçını yerde yatqanlığını görüp qaptı. Ben onu yakında sırtda görüp qalğan idem, depdi qarğa çaşqanı qarlığaçını tipip. Koyup Endi o herkes uçalmaydı. Başmalda kız katı düşüp gitipti. Aramsız qarğa çaşqanını tıxımı yaqtırmaydigan bulup qaptı. Ular ikisi qarlığa qap arkasını qılıp turgan çoğda başmalda kız yanışıp qarlıganca beşiriki tükni mihir bilen sılaptı ve onu yumaq közüge suyup koyuptu. Bütün yaz boyu bana yakımlık neşelerini eğitip bergen qarlıgaç belki muşudu dep oylaptı o. Qarlıgaçı ben seni yoklap turman derbaqa başmada kız pat kelip qarlıgaçını yoklap turuptu. Onağa dan beripti. Kıyamını koyup onlardan haber yaptı. Bahar kepti qarlıgaçını yarısını saqayıptı. Bir gün qarlıgaç başmalda kızın üstüge mindirip kanat qıqıp uçuptu. Uça ular höppede güller içilip ketken bir elge kelip qaptı. Qarlıgaç başmalda kızını içilip turgan bir gülünü üstüge koyuptu. Gülbergide başmalda kız özüge oxşaş kiçikkine bir yigitini körüptü. Onun nur çeçip turgan bir cüp kanatını onu bar iken, o bu güller dövlətinin padişahı iken, padişah başmalda kızda çıraylı kızını da körüp bakmagan iken, şuna o beşirike odun tacını ilip başmalda kızına beşiğe gezip koyuptu. Endi ona ismini özüge xotin buluşunu xalamaydiganligini so'rabdi. Başmalda qizmi xo'shallik bilan ma'qul bo'pti. O günlər dövletining xonishi bo'lgandan keyin uning bir jup chiroyli oq qanot o'sib chiqdi. Shuning bilan u gullar orasida erken uçup yürüyeleydiğim boptu. Hayır, hoşbəxtlik olanlar qarlıgaç şundaq depti da xoşal parvaz qilib yiroqlarga uchib ketibdi. Shundan keyin başmalda qiz güller dövleti baxtlik turmush kechirishga başlapti. Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Mening ismim Saliha. Men sizlarga bir musiqa atritati degan cho'chakni o'qib beray. Bir eshak qayerib ketganlikda ishligidek mag'duri qolmabdi. Shuning bilan xo'jayin hadislar uni tildaydigan qamchi bilan savoldigan bo'libdi. Yap yetishda boshqani bilmaysan, qayri haromliq, qayrilib ko'rg'on kelmaydigan bo'lib qopsan, teroni so'yib dummoq qilishda boshqa jibarim godaksan. deydigan xo'jayin doim. Yosh vaqtimda kuch mag'durimni borida toza ishlagan ekan-da. Andiki holim shumi debdi eshak o'ziga qayrag'anni ko'rdigan kunim shu o'xshaydi. Bunda xo'rlab tortib yurganda ko'ra yiroqlarga qechib ketmaymi? O Germaniyaning Biram shahrida naqshga qabul qilinayotganligini anglagan ekan. U o'zining ovozini yaqinliq deb bilgachga Biramga borish uchun qaroriga keldi. Yarim yo'lda eshak uruq ham butun badanini jarohat besib ketgan bir qutur itni uchirib qopdi. Eshak voy, nega manda deb so'rabdi it xirqiroq ovozda. Biramga biram naqsha o'qituvchisi bo'laymikin deymina o'zancha hech kim meni kerak qilmaydi ekan debdi qiyri it hasrat bilan tortib. Yeshim cho'ngayib qolg'achqa toshqan oldi olmaydigan bu o'yga qori olmaydigan bo'lib qolyapti. Men xo'jayin dumbuladigan bo'lib oldi. Shuni uydan qochib ketdim. Undaqda mening ahvolim sanaki bilan o'xshash qarg'anda yuzla bayram
Karamga barsak bolguday. Hey, mening bir yaxshi amalim bor. Biz muzika atriti qurayli. Ancha o'tmay qayrib cho'shqan tutamaydigan bo'lib qolgan. Ben bu şey bilan chillig'idek hali qolmaganlikdan xo'jayin bo'g'izlab qurma qilib o'tmoqchi bo'lgan bir qora ularni sipiga qo'shilibdi. 4 do'st yo'lini davomlashtiribdi. Qorong'i tushganda bir o'rmonlikqa yetib ketdi. Ular herib charchabdi. Qo'rsaqlari ichib tortishib ketibdi. Uni ustiga qorong'idan qo'rqib vahimga tushibdi. Tuyuqsiz o'rmonlikning ichkarisida chiroq yo'riq ko'rinibdi. Ular yo'riq chiqgan bir yavaş oyna derisida so'zga ketdi. Eshak to'yqini deriza ichkasiga qo'yibdi. İç çaqanlıq bilan eshakni ustiga mushukni ustiga chiqdi. Xo'roz bilan uchib mushukni ustiga qo'nibdi. Ular oyna ichini kuzatishga boshlabdi. Bu oyda bir to'p qaroqchilar bor ekan. Ular hiylalar nurg'un qimmatli narsalarni bulab kelgan bo'lib, yeb ichib o'tirgan Toluşib bugungi olchisi uchun tanta qilishayotgan ekan. Qo'rsaqlari ichib ketgan 4 do'st yo'ldek nozik ne'matlarni ko'rganda hammasini og'ziga sirib suv kapdi. Biz oldinroq maslahatlashib olaylik, debdi eshak taraf turib. Ammo tip bu qaroqchilarni qo'g'laytaylik. Bu köz olduğu o nazlı nimetler qaroqchilarning yapını üstedeki ülkeyle bek ciddileşip gitibdi. Eshak ulardan bekrek ciddileşip ketganlikdan badaniga ko'tarilmay qopdi. Shuning bilan uni kallasi derizga cho'ng'ildi teggan ekan, deriza ayniga jarang'ida chiqilib ketibdi. Eshakning ustidagi uchaylan bo'lsa guppidek qilib uyini ichiga tushib ketgan, chiroqqa tegib ketib uni o'chirib qo'yibdi. Eshakning burnini chiqilgan aynik parchasi tirib u oxirgi chidamay do'milib ishchanlik harayib yetibdi. Arqadan it mushuk xo'rozlar havshib miyolib zillab hayva ko'rsatibdi. Voyjon, avvostlar keldi deb to'labdi bir qaroqchi. G'arqmas bo'lib ketgan qaroqchilar o'lgida qo'rqib ketibdi. Voy chiqachaylar qaroqchilar orqalashib ular kelishiga qaramay badar chiqibdi. Ichirqab haldan ketgan toza mazza qilib ko'rsak to'xlashibdi. O'rmonlikqa qechib borgan qaroqchilar maslahatlashibdi. Bu g'alati maxluqlarni O'ynaydigan bolalar bormi? Azali qo'nib tuqqanman.